Mana bitta 10 ta rekachimizdan Sohib aka olib ketyapti Kosonsoyga. Ha, Sohib aka, assalomu alaykum. Videoga chiqib qo'yaylik endi. Mana Sohib akam 10 ta rekacha olib ketyapti. Bahorgi sezonni boshlab yubordi. Ha, xudo xolasa mana bu yilga boshladik mana. Xudo xolasa, Kosonsoy yana boshlandi. Layklar. Katellarga gap yo'q, bezovta katellariga. Hozir brend katellardan bo'lyapti. Zo'r aka, yoqdimi? Xudo xolasa hali bironta pretenziya yo'q katellar. Ishlashi Ko'ryapsizlar mana, haqiqiy o'rnatayotgan Kosonsoydagi odam. Nijniy горение, верхний горение, gazga hammasi bor. Hammasidan borman. Mana yuklab qo'ydik mana, hammasidan bor. Xohlaganlarni zakaz qilaverasizlar o'rtoq. Like va podpiskalardan chiqmasin. Kosonsoyda Namanganda xizmat o'tpasa mana shu akamga aytsanglar, bemalol chiroyli qilib montajini qo'yib beradi. Hammalarga xayr. Sizga ham rahmat. Yaxshi etib olinglar aka. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.